Assalomu alaykum. Siz ko'rib turganingiz bu O'zLiDeP Digest. Partiya faoliyatida yuz bergan hafta davomidagi eng muhim voqeliklarni e'tiboringizga havola etamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMTdagi nutqi O'zbekistonning global ochiqligi va mintaqaviy hamkorlikka sodiqligini ko'rsatdi. Deputatlar nutqni muhim siyosiy hujjat deb hisoblab, xalqaro tashabbuslarni to'liq qo'llab-quvvatlashlarini bildirishdi. O'zLiDeP fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov Surxondaryodagi eksportga yo'naltirilgan Bliss ko'kat yetishtirish korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Partiya rahbari korxonaning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi. Namanganda bugunning tadbirkor ayoli loyihasi doirasida o'tkazilgan seminar-treningda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tadbirkor Hakima Toshmatova ishtirokchilarga o'z tajribasini ulashdi. Inklyuziv jamiyat sari loyihasi faollari Toshkentdagi International Inclusive Hub markaziga tashrif buyurib, nogironligi bo'lgan yoshlar uchun yaratilgan ta'lim va kasb-hunar egallash imkoniyatlari bilan tanishdi. O'zLiDeP tashabbusi bilan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazilib, pedagoglarning ilm-ma'rifatdagi roliga alohida urg'u berildi. Tadbirda ustozlarga ezgu tilaklar bildirilib, partiya tomonidan esdalik sovg'alar topshirildi. Andijon viloyatidagi hududiy elektr tarmoqlari korxonasida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik hamda yashil iqtisodiyotga o'tish masalalari muhokama qilindi. Mutaxassislar energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha takliflar berdi. Ular tegishli idoralarga yuborilib, nazoratga olindi. Namangan davlat texnika universitetida deputatlar va O'zLiDeP vakillari bilan yoshlarga ta'lim islohotlari, startap va grantlar haqida ochiq muloqot o'tkazildi. Uchrashuvda yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro tashabbuslar alohida e'tirof etildi va talabalar o'z fikrlari bilan bo'lishdi. Nukusdagi sog'lom yoshlar, sog'lom kelajak mavzusidagi davra suhbatida tibbiyot mutaxassislari va yoshlar salomatlikni saqlash, sog'lom turmush tarzi va zararli odatlarga qarshi kurashish muhimligiga to'xtalib o'tdilar. Tadbirda mamlakatda sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar va yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida ma'lumot berildi. Partiya tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston va viloyatlar hududiy tashkilotlari xodimlari uchun mobilografiya bo'yicha o'quv seminar tashkil etilib, zamonaviy foto va video kontent yaratish usullari o'rgatildi. O'zLiDeP Xorazm viloyati kengashi yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazib, ularning huquqiy ongi va ijtimoiy faolligini oshirish masalalarini muhokama qildi. Yoshlarga grantlar va loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlari haqida ma'lumot berildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi hafta uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.